Assalomu alaykum. Bugun biza TradingView programmasini o'rnatishni va sozlashni ko'rib chiqamiz. Uning uchun Google Chrome programmasiga kirib, TradingView saytiga kiramiz va bu yoqda Еще degan joyi bor. Приложение deganda TradingView Desktop'ni bosamiz. Ya'ni bu noutbukka o'rnatish uchun. Va bu yoqdan Skачать для Windows qilamiz mana. Ko'chirishni boshladi burchakdan. Buning uchun Google Chrome'ga mana burchakdan siz o'zingiz akkauntingizga kirgan bo'lishingiz kerak. Va mana programmani ochamiz va TradingView'ni o'rnating deyapti. Ha, o'rnatgan deymiz. TradingView'ga o'rnatilgandan keyin войти при помощи браузера deyapti. Ya'ni Google Chrome'dan birinchi kirgan sayt orqali deyapti. OK deymiz. Bu yoqda e-mail tanlangandan keyin зарегистрироваться degan knopkani bosamiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tish e-mail orqali va bu yoqqa e-mailni kiritamiz. Vойти qilib kira olmaysizlar. Registratsiya bo'lishi kerak. Oldin uchetniy zapis paydo bo'lishi kerak. Keyin "Yani robot" degan joyga ptichkani bossanglar, rasm ko'rsatadi. Ko'rsatgan rasmni tasdiqlaysizlar va yangi nom ochiladi. Endi pochtingga kirib tasdiqlagin deyapti. Pochtaga kiramiz. Ya'ni Google'da agar biz bu yoqdan o'zimizning akkauntimizga kirgan bo'lsak, burchakdan pochtani bosamiz. Va bu yoqda TradingView'da tasdiqlash degan knopkani bosamiz. Va bu yoqda aytyaptiki, o'zingga nom qo'yib olgin deyapti. Misol uchun, Miraziz Trader. Men roziman. Siyosatga roziman degan joyga ptichkani qo'yamiz. Keyin Dale'ni bosamiz. Bu nom band deyapti. Mana bu yoqda biz akkauntga kirganligimizni alomati, ya'ni bu yoqda logotip paydo bo'ldi. Endi TradingView o'rnatgan TradingView programmasiga kiramiz va bu yoqdan mana bu yerda shaxs rasmi turibdi burchakda, ko'ryapsizlar odam rasmini. Войти deymiz. Brauzer orqali kirish. Brauzer aytyapti, предоставить достуp deyapti. Открыть приложение TradingView. TradingView приложенияsi ochildi. Endi bizga Google Chrome kerak emas. Qanaqa mavzuda ishlaysan deyapti. Yoruv mavzuda deymiz mana. Далее. Хорошо. Endi TradingView'ni katta qilib ochib olamiz. Sozlamalarni boshlaymiz bir chekkadan. Mana bu yoqda mana akkauntga kirish bo'limi bor burchakda. Chap tarafda mana M degan. Va bu yoqda nom turibdi, Miraziz Trader degan. Va bu yoqda Язык degan joyida mana русский turibdi. Xohlasangiz ingliz tiliga, xohlasangiz turkchaga qo'yib olishingiz mumkin va hokazo. Sozlamani ichiga kiramiz. Mana Настройки degan joyga kiramiz. Ingliz tilida settings bo'ladi. Bu yoqda mana yoruv temi bo'lishi kerak. O'ng tarafda mana bu yoqda har xil rubl, Nasdaq, Sberbank, balo-battarlar turibdi. Bularni hammasini tozalab yo'qotamiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana shu nomni oldiga kelib, mana bu yoqda axlat idish paydo bo'ladi. Bosamiz, o'chirib chiqaramiz. Hammasini o'chirib tashlaymiz. Axlat idishni bosib, ro'yxatimiz bo'm-bo'sh bo'lib olishi kerak. Endi panel mana bunaqa ikkiga bo'linib turibdi. Buni bu yog'idan olib chiqsa, mana sichqonga aylanadi. Strelkaga pastga tushirib qo'yamiz. Bu panel kerak emas bizga. Va bu yoqdagi mana bu Produkti degan joyini bosib, mana bu kalendar, redaktor pane, screener degandan ptichkani olib tashlab, mana bu yoqda menyu kamayadi. Сообщество, уведомления kerak emas.
Endi grafikda biza ranglarni sozlab olishimiz kerak. Uning uchun biza burchakda mana bold rasmi turibdi. Shuni bosamiz. Mana bunaqa instrumenti degan joy chiqadi. Bu yoqdan biza shamni rangini yashil yoki ko'k rang qilishimiz mumkin. Ixtiyoriy. Va narx pastga tushadigan narxi qora qilamiz. Qora. Granitsa kerak emas shamga. Va shamni nayzalarini qora qilamiz buni. Shunga e'tibor qilinglar. Nastroyka instrument degan bo'limi rang sham rangi ko'k yoki yashil ixtiyoringizga qarab va narx pastga tushgan sham rangi qora, nayzasi qora. Vaqt o'zingizni regioningizga qo'yishingiz mumkin. Misol uchun menda Ukraina vaqti turgan bo'lsa, Toshkentniki +5 bo'ladi. Mana Karachi Tashkent. Mana +5 Toshkentniki bo'ladi. Turkiyaniki yana boshqa bo'ladi. Okey. Demak, biza shamlarni pastga narx tushishini qoraga, ko'tarilishini yashilga bo'yab oldik. Yana o'sha sozlamaga kiramiz. Sozlamaga kirganimizda keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yoqda logo zagolovkda mana bu yoqda dollar США degan nom turibdi. Bu kerak bo'ladi. Status рынок открыт закрыт kerak emas. Значение графики kerak emas. Значение изменения бара kerak emas. Объем kerak emas. Значение изменения последнего kerak emas. Fon kerak emas. Bo'ldi. Shuni bir xil qilib olinglar. Shkala. Hop. Отображать всегда. Valyuta единица, ya'ni misol uchun bu yoqda mana rubl turibdi. Har doim ko'rinsin deyapmiz. Agar при наведении kursori bo'lsa, sichqonni olib kelsagina rubl degan so'z paydo bo'lyapti mana. Biza buni doimiy ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Rejim shkali avtomatический va logarифmическийni отображать всегда deymiz. Bu yoqda mana A va L harfi chiqdi mana. Shunga e'tiborli bo'linglar. Расположение shkal sprava qilamiz, ya'ni narxlarni o'ng tarafda turishini. Agar biza sleva desa, bu yoqqa o'tib oladi narxlar. Demak, bizga o'ng taraf qulayroq. Xo'p, knopka plus bu, ya'ni budilnik qo'yayotganda, mana narx oldiga olib kelganda sichqonda mana plus knopkasi turibdi. Ya'ni shu yoqqa budilnik qo'ysa, budilnik bizaga narx falon joyga keldi deb bizni ogohlantiradi. Обратный отчет для закрытия бара bu kerak. Misol uchun mana bu kunlik time frame'da 8 soatdan keyin yangi ham ochiladi deb ko'rsatyapti mana yashil rangda. Bu kerak bizaga. Xo'p. День недели. Tursin, format 24 soat. Сохранять положение левого края графика при смене интервала. Tursin, mana птичка qo'yamiz. Оформление. Fon oppoq. Liniya setkida biza buni shaffofga qo'yamiz. Bizaga fonga setka kerak emas mana. Mana setka. Mana setka. Bu bizaga kerak emas. Shuning uchun biz nima qilamiz? Liniya setkini без цвета qilamiz. Yo'q, kerak emas. Водяной знак. Kerak emas hech qaysida mana птичкаlarni olib tashlaymiz. Ya'ni bu fonda yozuv turishi. Bu yoqda tokenni ota turishi. Misol uchun kickerga qo'ysa, mana bu yoqda USD rubl degan yozuv turibdi. Bu narsalar bizga kerak emas, shuning uchun hamma narsani olib tashlaymiz. Tekst bu tekst razmeri. 16 ga qo'ydim. Narxlarning razmeri o'zgardi. 12 maydaroq bo'ldi. Xohlasangiz mana 16 ga qo'yib qo'ying. 14 ga qo'yishingiz mumkin. O'zingiz yaxshi ko'rmasligi ham xohlasangiz bo'ladi. Keyingisi navigatsiya. При наведении kursora. Bunday sichqonni olib kelsam, bu yoqda mana navigator paydo bo'ldi. Chapga, o'ngga degan. Bu narsa kerak emas. Никогда не отображать.
Panel отображать всегда. Hop. Targovlik kerak emas. Oldi-sotdi knopkasi mana. Oldim, sotdim degan knopka. Kerak emas. Kerak emas. Hammasidan птичкani olib tashlaymiz. Tashlaymiz. Kerak emas. Chunki biza trading viewda savdo qilmaymiz. Оповещание. Bo'ladi. Событияda последние новости va hokazo hokazo narsalar kerak emas. Va biza mana hamma bo'limini o'tib chiqdik. Endi nima qilamiz? Buni saqlab qo'yamiz. Ya'ni shablon degan joyga сохранить как deymizda, o'zingizni ochib yozib qo'yishingiz mumkin. Okey, bo'ldi, trading view sozlandi. Endi biz bu yoqqa tokenlarni qo'shishimiz kerak. Uning uchun yuqorida plus knopkasini bosamiz va mana bunaqa menyu chiqadi. Bu yoqqa birinchi bo'lib Bitcoin yozamiz. B T C davomiga USDT deymiz. Chunki biza USDT kriptovalyutasiga oldi-sotdi qilganligimiz uchun va bu yoqdan birjalarni oti chiqadi. Undan tashqari bir narsaga e'tibor berish kerak. Bu yoqda mana kriptovalyuta degan knopkani bosamiz. C источники degan joyiga tegmaymiz. C tipida spot deb belgilaymiz. Sababi futures bu qimor, indeks bular boshqa narsalar. Fundamentalnilar, swaplar boshqa narsalar. Biz faqat spotga qo'yamiz filtrni. CTP birja deganda markaziy birja, ya'ni CX degan joyga птичка qo'yib qo'yamiz. O'shanda bizaga osonroq ro'yxatni ko'rsatadi va biza futures parasini tanlamasligimiz imkoni bo'ladi. Bu yoqdan mana Binance birjasidan ro'yxatdan o'tasizmi kelajakda, MEX'mi yoki Bitgetmi, o'shanga qarab ro'yxatga qo'shamiz. Men misol uchun odatdan MEX birjasida ishlayman. Shuning uchun plus bosamiz va bizning ro'yxatimizda mana Bitcoin paydo bo'ldi. Bu yoqdan biza 3 ta knopkani bosib, последняя цена, измененияni olib tashlashimiz mumkin. Logo instrumentda qoldi mana. Logo instrument va hammasi top-toza bo'ldi. Mana shu 3 ta knopka orqali. Bo'ldi. Demak, bizning tablitsamiz toza bo'ldi. Lekin xohlasangiz oxirgi narxini qo'shishingiz mumkin, lekin aslida oxirgi narx bu yoqda ko'rinib turibdi. Изменение процентini qo'shishingiz mumkin. Bu yoqda foizga kamayganligini ayni damda ko'rsatyapti mana. Muhimi biza bu to'lib ketish kerak emas. Mana bu yoqda kerak emas narsalar paydo bo'lib qoldi. Bularni biza o'chirib tashlaymiz. Aflat idishni bosib. Kerak emas. Bitcoin. Keyingisi plusni bosamiz. Ethereum, ETH, USDT misol uchun. Yana MEX birjasini men belgilayman plus. Yana bu menyudan chiqmasdan turib Call deb yozamiz. Misol Solana. Mana MEX birjasi spot anaqa spotda turibdi mana. SEX. SEX bu markazlashgan birja, spot bu halol savdosi. Qo'shamiz mana. Bitcoin, Ethereum, Solana qo'shildi. Yana nima qo'shishimiz mumkin? O'zingiz istagan tokenlarni mana shunaqa qo'shib boraverasiz. Bo'ldi. Sozlamamiz hisob tugadi. Mana bu narsani pastga tushirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Top-toza tursin shunaqa mana. Ana endi biza Bitcoinni belgilasak, Bitcoin vaqti ko'rinadi. Endi bu yoqdan D degan joy turibdi. Bu pulli time frame degani. Buni ustiga bosib vaqtlarga yulduzcha bosamiz buni. Misol uchun har bir vaqtga chiqarib olib borganimizda yonimizda yulduzcha paydo bo'ladi. Demak, bizaga kerak bo'ladi 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 soat, 4 soat, kun turibdi o'zi, hafta, oy, 3 oylik xohlasangiz va 12 oylik. Bo'ldi. Demak, bu yoqda terildi. 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 soat, 4 soat, hafta, oy, 3 oy, 12 oy va ayni damda D turibdi. 1 kunlik time frame. Misol uchun mana 15 minutga o'tkazsam, grafik
o'zgaradi mana 15 minutga. Bu yoqda aytyaptiki, uzoq vaqtda man ko'rsatolmayman ko'p bo'ladi. O'shaning uchun bizani filmning boshiga o'tib olamiz. Misol uchun, haftani bosamiz, logoframiskiyni bosib qo'yamiz. Doim A bilan L bosib turish kerak. 4 soatlik time frame, vaqt o'lchovi va bu yoqda biz nima ko'ryapmiz? Mana narx ko'tarilyapti va 3 soat u 21 minutdan keyin yangi sham paydo bo'ladi ko'rsatyapti. Endi biza ko'p ishlatadigan instrumentlarni bu yoqqa chiqarib olishimiz kerak. Rasm chizadigan instrumentlarni. Uning uchun biza instrumentlardan birinchi qator o'tkazib, ikkinchisini chiziqchani yonidagi ikkita strelkani bosamiz. Menyu chiqqanda chiziqqa yulduzcha bosamiz. Mana paydo bo'ldi. Keyin gorizontal chiziqqa yulduzcha bosamiz. Vertikal chiziqqa yulduzcha bosamiz va shu bilan bu yoqda bo'ldi. Keyingi qator korreksiya Fibonacciga yulduzcha bosamiz. Bo'ldi. Keyingisi bu yoqdan hech narsa kerak emas hozircha. Keyingisi длинная pozitsiyaga tichga bosamiz. Diapazon sen bilan diapazon времениga tichga bosamiz. Keyingisi rasm chizishga cho'tka kerak bo'ladi. Strelka ishlatamiz ba'zan. Yuqori pastga strelka, to'rtburchak ramka ayniqsa, trayektoriya kerak bo'ladi. Bu yoqdan bo'ldi. Tekst degan joydan tekstni o'ziga yulduzcha bosamiz. Hozircha bo'ldi mana. Smaylikni belgilab bo'lmaydi va bo'ldi. Shu bilan tugadi. Bu yoqda e'tibor qiladigan narsamiz, bu instrumentni xohlagan joyga biz taxlab qo'ya olamiz. Mana. Faqat e'tibor qilinglar, bu yoqda yulduzchani o'chirsanglar, instrumentlar yo'qolib qoladi. Yulduzchani bossanglar, instrumentlar qaytib joyiga chiqadi. Va rasm chizayotganda, misol uchun chiziqchani olib chizayotganinglarda magnitni bossanglar, magnit yopishib qoladi shamni soyasiga yoki tanasini o'ziga. Ya'ni ixtiyoriy chiza olmaysizlar. Magnitni o'chirib qo'ysanglargina erkin chiza olasizlar xohlagan joylarga. Shuni farqini bilinglar. Ertaga men chizsam chizilmayapti, tortilib ketib qolyapti, buklanib qolyapti demanglar. Magnit bosilgan bo'lishi mumkin. Endi chizuvlar ko'payib ketsa va uni o'chirmoqchi bo'lsangiz, birinchi yo'li bitta chizuvni o'chirish uchun uni ustiga bosasiz va uni sozlamasida chiqqan yozuvdan axlat idishni bosasiz. Lekin hammasini o'chirish kerak bo'lsa, bu yoqdagi axlat idishni bossangiz, удалить 3 объекта deyapti. Shuni bossangiz, hamma obyekt o'chib ketadi. Chizilgan rasmlaringiz o'chib ketadi. Endi panel instrumentdan biz eng ko'p ishlatadiganimiz ramka. Misol uchun ramka chizsangiz, mana bunaqa chiziladi. Va bu ramkani bizga xalaqit bermaslik uchun, qulayroq bo'lishi uchun biz uni ustiga bosamizda, bu yoqda mana sozlamasi chiqqanda ramkani chetidagi chizig'i degan joyi shaffof qilib qo'yamiz. Ramkani rangini mana rang to'ldirishdan yashil qilib belgilaymiz, misol uchun. Va buni shaffofligini o'zingiz nazorat qilasiz, tabiiyki. Va bu yoqda hozirgacha bo'lgan sozlamasi shu. Ya'ni ramkamiz toza bo'lishi uchun uni chetidagi chizig'i degan joyi shaffof qilib qo'yamiz. Kerak emas bizga chetidagi chizig'i. Tekst yozganda, misol uchun tekst Bitcoin yozdik. Mana bu yoqda rangi, razmeri va boshqa sozlamalari bor. Ularni keyinchalik qo'yib ketaveramiz, o'rganib ketaveramiz buni. Xo'p. Chiziqcha birinchi instrument. Agar biz chizuv chizayotganda shiftni bossak, u to'g'ri chizishni boshlaydi mana. To'g'ri chiziladi. Hech bo'lib ketib qolmaydi. Agar klaviaturada shiftni bossak.
chizayotganda. Ya'ni qanaqa chiziladi? Birinchi nuqtani qo'yib, sichqonni qo'yivorasiz. U bitadi. Ikkinchi nuqtani bosishingizni, shiftni bossangiz to'g'ri chizishni boshlaydi mana. Keyingisi gorizontal chiziq, keyingisi vertikal chiziq, bu yoqda rangi, keyingisi Fibonacci buni o'tamiz va keyingisi narxi qancha foiz ko'tarilganligini aniqlovchi. Ya'ni bu yoqda mana 84% dek ko'tarildi shu yoqqacha deb ko'rsatyapti. Keyingisi qancha vaqt ichida bozor yurganligi. Misol uchun yoniga chizsangiz 2 kunu 20 soat mana shu yerdan mana shu yergacha vaqt o'tganini ko'rsatyapti. Undan keyingisi cho'tka, bu rasm chizadi. Mana rangi. Cho'tkadan chiqib ketish uchun biz krestiki bosamiz buni. Agar siz krestiki bosib turib, tochkaga yoki mana bu narsalarga o'tib olgan bo'lsangiz, qaytib o'tish, ya'ni shu narsani bosib turib o'tib olasiz. Bir xilda misol uchun mana strelkaga o'tib oladi-da, manda krestiki chiqmayapti deb yig'lab yuradi. O'shanda mana B krestiki bu yoqda turibdi. Yoki buni bosib, yulduzlarni bosib qo'ysangiz, instrumentlarda ham mana qo'shilib qoladi o'zi. Endi 2 ta 3 ta obyektlarni baravar belgilash uchun, misol uchun mana bu chizuvni qoldirmoqchisizda, faqat mana bu ikkitasini o'chirmoqchisiz. Ctrlni bosib turib, romka chizasiz. Ctrlni bosib turib, ikkalovi belgilanadi. Keyin delete ni bosib o'chirib tashlaysiz. Ya'ni 1 2 3 bundoq chizdingiz. Shularni o'chirib tashlamoqchisiz. Ctrlni bosasiz, keyin bundoq belgilab o'chirib tashlaysiz. Bu olam Guliston. Xo'p. Hozircha bilishimiz muhim bo'lgan narsalar shu. Mana bu yoqda tekin versiyada reklamalar qaynab chiqib kelaveradi, top pul to'lamaguningizgacha. Pul to'lash uchun bu yoqda mana M degan menyudan kirib, настройки оплаты yoki выбрать подписку desangiz, saytga kirib ko'rsatadi. Mana $12 oyiga to'laysan va hokazo deb ko'rsatadi. Agar siz $12lik paketni tanlasangiz, sizga 1 oyga tekinga beradi. Ya'ni keyingi oydan boshlab pul to'lashni boshlaysiz. Agar yiliga to'lasang 17% ekonom qilasan deyapti. Yiliga to'lov qilganingda o'sha $12dan to'lovni jami $24 ekonom qilib qolasan deb aytyapti. Xohlasangiz sotib olishingiz mumkin agar jiddiy trading bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz. Bo'lmasa har vaqt unga kiraverasiz. Chrome ochirasiz, mana TradingView programmasi va Pusk programmasiga kirib, TradingView programmasini topib, sichqonni o'ng knopkasini bosib, закрепить на paneli задач desangiz, mana bu yoqqa turib oladi. Manda biling, o'shaning uchun bu yerda открепить turibdi. O'zi закрепить desa, ya'ni o'ng knopkani bossangiz chiqadi bu meni. Закрепить desangiz mana bu yerga turib oladi. Yana mayda-chuyda savollar bo'lsa, uni darslar davomida aytib ketaveraman. Tokenlar qo'shishni ko'rsatdim, buni akkuratniy qilib qo'yishni ko'rsatdim. Panel instrumentlar mana chiqarib oldik va TradingViewda vaqtlarni qo'shishni o'rganib oldik. Ya'ni bu yoqdan добавить свой interval deb xohlagan vaqtimizni, misol uchun yozib qo'shib olishimiz mumkin. Diniy desa, misol uchun 3 kunlikni qo'shgan deb qo'shishimiz mumkin. Hozircha nima kerak bizga? 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 soat, 4 soat, haftalik, oylik, 3 oylik, 12 oylik va kunlik. Boshlanishiga shu bizga yetadi.